qaysi o'simlik yig'ib olingandan so'ng uning 90% yoqib yuboriladi, qolgan 10% esa tashlab yuboriladi. Savol: O'zbekiston hududida kamdan kam miqdorda ekiladigan, ishlatilgach 90% yoqib yuboriladigan va qolgan 10% tashlab yuboriladigan o'simlik qaysi? Vaqt ketdi. Keyingi jamoa Energy Test jamoasidan G'o'zapoya Metal Force jamoasidan Tikan va Uniforce jamoasidan Isra. Oltin va qimmatbaho narsani berib, Rimliklarning e'tiqodiga ko'ra, mazkur hayvonlar aqldan ozishning ma'lum shaklarini qo'zg'atish qobiliyatiga ega. Jaydar qilib aytadigan bo'lsak, Rimliklarning afsonalariga ko'ra, e'tiqodlariga ko'ra, shunaqa bitta hayvon borki, o'sha hayvon odamni aqldan ozdirishi ham mumkin. Va bu hayvonni biz mashhur bitta multfilmda Qirol Julian sifatida bilamiz. Yo'q, 2018 teng bo'lib qoladi, keyin penalti seriyasi. 2018-yilda Koreya bilan teng bo'lib qoladi, shundan keyin chiqa olmay qolgan jahon chempionatiga. 5 ta qaysi 5 ta harfli so'zga 2 ta harf qo'shsangiz, u qisqaradi. Force jamoasining javobi qisqa. Qisqasi qisqa uchun bir baldan qo'shamiz. O'zbekistonning qaysi viloyatida, bitta viloyat haqida gap ketmoqda, sobiq davlat arbobi, ya'ni O'zbekistonni ma'lum vaqt boshqargan, bo'lsa hamki 1959-83-yillarda boshqargan Sharof Rashidov nomiga nomlangan Sharof Rashidov tumani bor. Jamoasi javobi Samarqand va Uniforce jamoasi javobi Jizzax. Oq poyezdda bo'lsin, oq avtomobilda bo'lsin, Sirdaryo Jizzaxdan o'tadi. Surxondaryo va Qashqadaryo. Shoshmachi. Nasaf va Surxon. Xo'p. Bo'pti, mayli. Metal Force jamoasining javobi Dinamo Samarqand. Ikkinchi savol. Voy, oson savollar kelyapti sizlarga. Kayfiyat tushirgan bo'lsalaring ko'tarib olasizlar, xudo xolasa. Xo'p, juda ham oddiy savol. Unaqa ko'p cho'zib o'tirish kerak emas, emotsiya ham kerak emas. Eshitib bo'lishi. Payshanba, juma, shanba so'zlarini ishlatmasdan turib, ketma-ket 3 kunni qanday nomlaysiz? Jamoasining javobi bugun, erta, indin. Ikkita ota va bitta o'g'il yo'lda ketayotib, 3 ta olma topib oladi.
ularning har biriga bittadan olma tegadi. Va bu qanday sodir bo'ladi? Kirish haqiqatan ham oson, lekin chiqish juda qiyin bo'lgan narsa ayta olasizmi? Agar ayta olsangiz yozing marhamat. Qaysi suyuqlik holatini o'zgartirganda, qattiq holatga o'tganda nomini ham o'zgartiradi? Energy is jamoasining javobi suv. Uniforce jamoasining javobi suv, muz. Suvmi? Ha. Metaforce jamoasining javobi suv. Suyuq, muz, qattiq. Qo'lsiz, oyoqsiz kiyim kiyar. Topishmoq javobi bo'lgan predmet, ya'ni topishmoqda aytilgan predmetga insonni boshi juda ham o'rganib qoladi. Begona joyga mehmonga borganda esa o'sha o'rganib qolganligi uchun juda ham qiynaladi. Topishmoqning javobini toping. Yostiq. Hey, 5 ta savolga to'g'ri javob ber. Sport jamoasi 4 ta savolga to'g'ri javob berdi. Univers jamoasi bugungi zakovat o'yinida 7 ta savolga to'g'ri.